ustoz hamma joyda tekinga ish bitirasiz. Lekin kafega kirib ovqatlanib, pul to'lamasdan chiqib keta olmaysiz. Ishonasanmi? Hozir ikkalamiz kafega kiramiz deb bo'kkuncha ovqat yeymiz. O ofisant o'limizga to'laydi. Yag'i. Yo'q, yursa. Yaxshi o'tirdinglarmi? Sizlardan 300 ming so'm bo'ldi. Hozir. Mana shuni sen bu uslubi deyshadi. Nima ayblasiz ustoz? Tez olganga to'lab. Ya siz galingiz o'zingiz to'lang, shu yerda. Odam yaltirma qo'rvoy to'lab. Men to'layman, siz galingiz o'zingiz to'lang. Bo'lmasa donozik o'ynaymiz. Kim tutsa shu to'laydi. Bo'pti. Don zik. Siz g'irrom qildingiz. Nechesini bo'ldi? To'lab yuboringlar tezroq. Hozir shuni harakatdan qilyapmiz-ku. Qara, bo'lmasa tanga tashlayman. Qaysi taraf senga? Gerba menga. Agar so'm taraf chiqsa, sen to'laysan, tushundingmi? Bo'pti. Hop. Hop. Ya siz g'irrom qilish ko'rib oldingiz-ku. Bo'lmasa, oxirgi chora qoldi. Chesni o'yin qilamiz. Shu yerda kim to'laydi? Taxting. O'g'ani sizlardan ko'rasizmi? Ko'raman. Hozir qoroy bilan yugurib, sizlardan aylanib kelamiz kafening oldiga. Kim oxiri kelsa, o'sha to'laydi pulni. Bo'ladi. Siz sudyasiz. Sani. 1, 2, 3. Voy, ustozi birinchi bo'lib ketyapti. Qoravoy, aytgansan, bo'ltisini qanday ekan tezroq yugar. Tekinga erishsan, lekin gap yo'q. Iflossizda iflos. Voy, salbadan o'tib ketishdimi? Shu yerda o'zim to'laymanmi endi? Mana onasi toza lahim go'sht va kilosini 165 ming so'mdan olib. Ha, o'zi bo'lgan, yo buni olishdi. Mayli adajonsiz, siz kirib damingiz oling. Men ungacha sergi go'sht qilib mantiqib qo'yaman. Ha, nafsing tiqilgur. Ha, bir kunga tugatmalaring buni. Sirgu chiqib qo'y. Xo'p. Adasi ertaga onamla kelmoqchi keldi. Bir pastetdimi onangga erim uyga go'sht olib keldilar. Hamma qandoshing chaqirganda go'sht yeb bitiraring, xommi? Unda nima qiling? Undan ko'rasa onang kelmasdan oldin sen o'zing uyingga borgin, ha? Somsa qilib olaman. Charchqaning qil. Adajon kechki nima ovqat qiling? Bugun bir go'sht qovuring, bir mazza qilib yeylik. Xo'p bo'ladi. Ana, mana ma'lumotni qarang. Olimlar yozishicha, ko'p go'sht yeyish insonning sog'lig'iga zarar ekan. Menga nima aloqasi bor? Endi bular bir nimani bilmasa yozmasa kerak-da. Sog'liq o'zingizga kerak. Xolisiz go'sht yeng, xolisiz yemang. Ishtahani ham o'ldirding. Keling, tuxum qovurib yuboring. Mana yochna qarab tur, otam. Anasi nima bo'ldi? Otgan go'shtni har bitta ovqatga mo'ljallab kezib qo'ydingmi? Ha, Muzxonaga soldingmi? ha, marzoga solib Shu qo'ydim. sepdingmi? Voy, shu adas esimdan chiqib qolibdi. Aytman nimaga dedim, ko'nglim g'ashib. Xotin bunaqa deb bo'lmaydi-da. Ha, go'sht aynib qoladi-ku. Ha, o'zi bo'lmayapti olib kelishi go'sht ko'rmasak-ku. Bor tu sep qo'y. Hozir adasi, hozir. Ana onasi, bu oy ham ro'zg'orligini qilib oldik. Ha, Bitta narsa esdan chiqib qolibdi-ku. nima adasi? Go'sht olmamiz-ku. Shundoq chiqib kela olyaman. Yo'q, adasi joyida turing. Bolalaringiz bilan go'sht yemaymiz. Tavba qilganman, tavba. Salla go'shtga to'ydilar. Yig'lama muhabbat, yig'laman, yoningda o'zim bo'laman. Mashina masla, pulni navorot qilingan. Boshda menga yo'qdi, men olaman. Men olaman, sizdan olib keldimmi? To'xtang. Mashina zaklab berganniki bo'ladi. Mana zaklat, men beraman 400 dollar. Endi qarang, mashinani olmasangiz zaklatingiz kuyadi. Roziman. Okey. Mana shu mashinani oldingizmi? Ha? Yo'q, o'zingiz bilasiz, bu mashina dumanaga olmaganingiz ma'qul. Voy, hozir shuni 400 dollar zalokumga uxlab ketamanmi? Okajonim, rimliklar bir gapi bor. Zalokka uxlasang uxlagin-u, lekin moshxo'rdan qatiqsiz ichmagin ishga. Voy, 10 mingga yeb qo'ygandan ko'ra 400 dollar zakatga uxlaganingiz yaxshi. O'zingiz bilasiz. Unda qaytarib bera qolaman. Okey, 1000 bor uzr, mashinani ololmaydigan bo'lib qoldim. Men senga aytganman-ku, zaklat qoladi unda. Kerak emas zaklat, men roziman. Qale so'z bopladimi? Boplading. Mana senga. Ustoz, shu bitta mashinamni ikkita yashamdan beri sota olmayapman. 8 ming bo'lsa berib yuborardim. Ishingda sal kraskasi bor. Har xil ustozimsiz, bir yordam qiling, bozor borsa siz. Lekin bitta yo'li bor. Mashina masla, navorot qilingan. Malibu rul, Malibu bar. Mashina masla. Maslani men aytib bo'ldim. Zato beta zapravkasi to'la. Otam, rimliklar bir gapi bor. Qiliching o'tmas bo'lsa, lekin qora jentren bo'lsa. Mashinani kraskasi top-toza. 10 mingga berib yuboraman. Mashinaning kraskasi bo'lsa-chi? Kraskasi bo'lsa, 1000 dollar o'taman. 1000 dollar. Unda men bitta tekshirtiring.
Mashina eshigida ozgina kraskasi bor ekan. Ana, kraskasi bor ekan. $1000 o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Yo'q ey. Mayli, o'tdi $1000. Mana, barakasini bersin. Ustoz, san'atingizga qo'y. Haqiqatan ham bozori bo'lsa sizsiz. 8000 ga sota olmagan mashinamni 9000 ga tiqib yubordingiz, ha? Etdim, bu shogird. Yo'lib bordim senga. Ustoz, mana mash klientni yedirdim. Nima qilding? Mejigar pultini batareykasini uxlatib yubordim. Shoshmidin aka shundoq. Ana yegan mashinaga klient kelibdi. Sotib olamizmi? Bozorda odamlar sovutib ketdi. Mana shunaqa kelsa siqilib gaplashamiz. Hali oladimi yo'qmi u lagan? Aka shundoq mashina bozorida oldin kafega kirib, shu yerda gaplashib olamiz. Alo sevgilim, sen aytgan restoran keldim. Adela bilan suhbatlashishga. Adelaning ko'nglini olaman, to'yimiz bo'ladi. Adela qanaqa ko'rinishda o'zi? Ha, bo'ldi, ko'rdim. Yashil kurtkadamili? Assalomu alaykum. O'tar bo'pti. Xullas, men dangal odamman. Mol sotsan ham aybini yetib sotgin ishga. Mol deysizmi? Orqasidan rosa solishga. Orqasidan? Ha, cho'chimi? Ha, oldi but-butun. Ha, plombalari bilan turibdi. Kim solgan orqasidan? Boyi bolasiga bergan edim. Bemehr, xo'rlab pulni tashab ketibdi. Unaqaligini bilmadim men, ololmayman. Yili eskiligiga qarama. Zato rangi oppoqqina. Mayli, senga 10 mingga berib yuboraman. Qalin pulini topgandir. Qimmat-ku. Ha, puling yetmasa, kulyor. 200 ming so'm berganga ertadan kechgacha holi o'zing, xohlasa og'alaringga maza qilib millar. Qizingiz menga to'g'ri kelmadi. Uylanmayman. Alo, sen uning qizligini bilmovdim. Nima deganingiz bu? Adam sizni yarim soatdan beri kutib o'tiribdi. Mana yashil kurtkadagi odam bilan o'tiribman-ku. Do'ppilari ham bor boshlarida. To'ppilari bormi? Ha. Qanaqa qiz, kim uylanmoqsan, jinni? Men senga mashina sota olmoqman. Uzr akali stolda adashibman. Aqala sotiladigan mashina sizlardanmikan? Mashinani orqasidan rosa solingan. Mandarinning po'chog'i, shogirdimning cho'chqasi. O'rtog'im 20 minglik musallas berdi. 2 kilo go'shtga pul bo'lsa borib, maydalar. Ummon nashvasini eshitib, O'zimga yangi shogird oldim, ustoz. ya, o'zi hali shogirdsan-ku, bor ko'chani supurib qo'ylaring. Eshitmadingmi? Bor ko'chani supurib qo'y. Ish bo'lishi zo'r ekan. O'ng tarafda nimadir shig'irlayapti, qaravorlaring. Ha, tegali shohana. O'zi egilib qaraydingizmi mashinani? Sanla egilib qaraysanlar, masallaga nima olib kelding mashinani? Ya. Shogird 2 kilo go'sht aniq. To'q ham chiqib ketishimiz mumkin. Ustoz, yama siqirsiz-da. Ana aldar ko'sa bor, o'shanga qarindoshli joyiz yo'qmi? Jim bo'l, bor mashinani ko'tar. Nima qilib tursa, bor mashinani ko'tar. Hozirgi shogirdlarga ham hayronsan, ustoz. Shohi bildirmay olib tashalaring. Antifrizga ham qarab qo'ylaring. Bo'pti, antifriz olib kelib quyib qo'ylaring. Naqd pul olib kelmaysanmi? Tursa bor antifriz olib. Antifriz qanaqa bo'lardi? Baklashkada qizil bo'ladi. Hop. Tangasi bo'ladi. Ha, mashi bo'lsa kerak. Ustozlarga hadoviga polni kachi urdirdik. Rezinkaga sut yeganiga yumshaydimi? Keyin egasiga hadovingiz ham qilib berdik deb soqqasini olamiz. Ha, mo'ka qilgandan keyin mashina yumshoq yurishi shundan ekanda. Ishqi bo'lgan bo'lsalaring, yigitim tekshirib oladi. Ustoz, atta to'q sho'rva arzonga sotar-ku. Nega? Hozir men yigitni urib, jahiy sindirib tashlaydi-yu. Ovqat chayna olmaysiz, menga yengil bo'lardi-da. Ursin, unga pul olamiz. Ne ish pul bo'ldi, bolalar? Yigit qatar topgan bu. Hamma ish yetadi. Bor musallas olib ket. Shogird baklashkada korobkani oldi, musallas olib kel. Ha, 2 litrli baklashkadigini aytosmi? Antifrizni bo'ylab mashinaga qo'yib yubordim. Yuvardi ustoz mashinangni. Shogird ish buyur, ketidan o'zi yugar. Shogird ish buyur, ketidan o'zi yugar. Okay. Yana nima derding? Nima deng? Yukuni qach kutdilar. Ona, Seni ham uylantirdik. rahmat edi bu. Bitta gap unutma. Nima? Xotin erini 3 marta egib olishga harakat qiladi. Qanaqa qilib? Birinchisi chimilliqda, ikkinchisi farzand tug'ib berganda, uchinchisi bu maygini zapal bo'lib qolganingda egib olishga harakat qiladi. Xavotir olmaydi umi. Men potuma demayman. To'yimiz ham go'zal o'tdi. Endi ro'molingni ko'tarib, yuzingni ko'ring. Yo'q. Ko'taraqa? Bitta shartim bor. Qanaqa shart? Plastik kartangizni menga berib qo'ysangiz, o'zim oyligingizni nazorat qilib turaman. Ha, otam to'yotgan ekanlar. Sen meni egib olmoqchisan. Ota, masmi. Ota, potni berganim yo'q.
Malades ota o'g'il, gap yo'q. Hatto chog'im shirininmadi. Adasi, o'g'lim tug'ib berdim, naslingiz davomchisi. Endi plastik kartasi bera qoling. Ha, sen yana meni egib olishga harakat qilyapsan. Bilib qo'y, tuqqan bitta sanmassan. Ota o'g'il, o'zimga o'xshading. Men siz ushadiman, kim bu qiz? Tanimayman buni. Hozir ojonga ko'rsataman, taning. Voy, oyijonga aytma, jinnimisan. Sharmanda qilasan-ku meni. Bo'ldi, roziman. Nima desang o'shani qilaman. Oyligingiz tushadigan kartani bering. Shuni so'ramasang bo'ladi-yu. Boshqa unaqa yurganingizni ko'rmang. Voy bolam, nima qilib qo'yding? Men seni ogohlantirdim-ku, eg oladi dedi. Ko'rmaysizmi ota endi? Ha, pejada bor ekanda shu. Egzi egvopti-da. Berdim o'sha potni xotinga. Bolam uchinchisidan o'ta olmadi-da. Xotin, plastikimni ber, iltimos sigaret oling. Malakat kelin. Choydan keyin begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Yana. Onangni sakayko. Voy, ja issiqmas-ku. Daryodan oqib keladi. Voy. Suv, mana shu olayapti. Tela. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Sani palakat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa palakat demang. Qaya onangni sakayko. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz palakatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlab yuradi. Hattoki oldingizga o'tsa hamchi palakat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p palakatli bu. Qoravoy, mana shu $100 $100,000 qilamiz. Ishni nimadan boshlaymiz, ustoz? Ishni menga kasbim olishdan boshlaymiz. O'zimni iflos ustozim. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Mani uyimni kim o'qadi? Adam nima qilib qo'ydingiz? Odam urordingiz. Men yuzman, bolam xavotir olma. Otangga javob berdi. Familiyasini ayting. Bir nima qilsa bo'lmaydimi? $10,000. Otang. Qamatamiz bu odamni. Otangga boqadi. Ikkinchi planga o'tamiz. Kechirasiz, apteka qayerda? Unga qayilganingizda xohlasangiz men sizni olib qo'yaman. Chiroyli qiz ekansiz. Uyatsiz! Odamlar qaraylar uffatdi mana, odamlar. Opa, meni qolsin, opa, sen biz qo'yman qolsin. Men o'zi yuzman. O'pganni ko'rdim. Hozir buni javobgarlikka torttiraman. Familiyasini tez et. Oka hal qilsak bo'lmaydimi? 10,000. U kim rostdan? O'pdi, shilqimlik qildi, o'pdi. $10,000. Namincha $10,000? Ya bu gap tushunmas ekan. Buni qamatish kerak. Oka, hozir men bu ishni davom beraman. Rolingni qora qilib o'ynading. Ustozlarga cho'roqqa keldik, $20,000 pulimiz bor. Qoravoy, toza joyda toza biznes qilamiz. Dream City'ni Cho'roq darvozasi loyihasida 50 dan ortiq do'konlar arendaga beryapti. Bu yerda hamda shu mashhur brendlar bor. Papa John's, Fedab, Bol bor. Pulni mashaqqa tikamiz deb so'qqa uramiz. Bu yerda tayyor xonadonlar ham sotiladi. Hamma sharoitlar bor. Qo'riqlash xizmati, bolalar maydonchasi, atrofing to'la magazin. Toza, ozoda atmosfera juda ham go'zal. Parkovkasi ham bor ekan. Ustoz, do'konga pul tikdik, uyga pul qolmadi-ku. Eski ishimizni qilamiz. Yana sizlarmi? Siz odam urib yubordingiz. Siz kelik qayerdingiz-ku? Xo'jayinimniki bu meniki. Yo'q, eski klientimizda-yu. Endi mana bolasini 18 yoshga to'lguncha boqasiz. $10,000 bersam qutulamanmi? Ya, siz doimiy mijozimiz, sizga skidka bor. Qancha? 50%. 5,000 bersiz bo'ldi.
Aka deyishmi bo'ldi? Sizdan 20 ming so'm bo'ldi. Agar ikkinchi balloningiz ham tekshirganda, uni ham berishim tekin edi. Nima tekin? Tekin tomoq bola. Men tekin narsadan voz kechmayman. Qani endi yana bering. Tekinga. Voy bilan. Kirmaymiz, o'rtoq. Shoshmay tur hozir. Elkam to'xta. Nima yegani kelyapsan? Lavash Shuni o'rniga xuddi yesang bo'lmaydimi? bo'ladi. Yo'llaring bo'lmasa. O'rtoq nega bu begona bola biz bilan o'tiribdi? Ey, bu yerda 3 ta xudok sotib olsalaring 400 tekinga tusharga. Shuncha xos san 3 ta xudok sotib olasanlar, tekini menga bo'ladi. Xo'maymalaring. O'kam, xudokka kelgandan keyin naroso'ga o'tiysan. Tushundingmi? Aka, mandarin kilosi nechi pul? 40 ming oka. Yarim kilosichi. Yarim kilosi 20 ming bo'ladi-ku. Mana donasichi. Rosa mandarin yegingiz kelibdi, oka. Donasi tekin. Mana shu donasi tekindan 50 ta dona solib bering. Nima? Nimaga chaqirding? O'rtoq, shunday Yunusobodga borib kelaylik. O tekinga shashlik berib olgan ekan. Ikkita siqdan. Mazaq yeb kelamiz. Ikkita shashlik uchun Qo'yludan Yunusobodga borasanmi? O'rtoq, menga masofasi uchun umuman qiziq yo'q. Chunki menga tekinligi kayf beradi. Bo'pti, benzin quyib bera qol borib kelaman. Ha, mayli. Bo'lmasa To'ytepaga hayda. To'ytepaga nimaga? Va o'sha yerda tekinga benzin beradi. Sinfdoshingga uylansang. Axiyri sen uylandingmi, sinfdosh? Endi nima qilamiz? Maktabda odam anatomiya darsida 47-yil esingda. Suyulma, xo'pmi? Umuman, bu yoqdan bo'lingan, u yog'i saniki, bu yog'i meniki. Men tomonga umuman o'tmagin. Baraka topki, unaqa parta bo'sh bo'lib, maktab paytda bo'lardi. Kim meni sansirama, men seni endi eriyman. O'rgana olmayman-da, Mirzohid. Mirzohid dema. Jonimda. Nima qilasan, xotin? Nimaga Nargiz rasmini bo'yab tashlading, Venetkading? Nimaga Venetkan seni oldingda turadi bo'lmasa? Birinchi meni sansirama. Kimga meni sindoshim bo'ladi. Nima qilasan endi? O'zim rasmimni yopishtirib qo'yaman. Bitta shu rasmi bor edi, Nargiz. Mirzohid aka! Mirzohid aka! Hoy, babay! Nimaga maktab payti laqabim bilan chaqiryapsiz? Ipot qiz beray. O'tqiz olmayapsan, Esmeralda. Sinf fondiga bitta sen qolding, pul ber. Voy, Esmeralda, sinf fondi o maktab paytida bo'lardi. Unda oila fondiga ber. Nima qilasan bu pullarni? O'zimga telefon olmoqchiman. Agarchi meni sansiramasang, hozirroq yangi telefon olib beraman. Seriyozda Mirzohid yur, obi! Ay bale. Voy, Mirzohidga deyolmasang ham, jal bo'lmasa, papaya kedi. Xotin qara diskontda Galaxy A17 qop-qora telefoni 12 oyga 229 ming so'm ekan. Xohlasang mana Honor X7D telefonlari 12 oyga 219 ming so'mdan. Alla. Adasi kruiz mashinasi Premier 7 kilolini oppog'i 12 oyga atiga 299 ming so'mdan. Ali o'rtoq, diskontda 0012 aksiyasi ketib o'tgan ekan. Barcha texniklar uchun. Manzilimi shuni taqachida Nazarbek Musi yetmasdan chap qo'lingda 9 etashkali do'mi birinchi etajda joylashgan. Bu aksiyalar 10-apreldan 20-aprelgacha amal qiladi. Tezga ye. Rahmat papa aka. Xotin bugun hamma sindoshi yig'ilib o'tgan ekan. O'sha yoqqa boraman. Bo'yimda men ham boraman. Yo, uyda o'tirgin, qizg'anaman. Ha, mayli, xo'p bo'ladi. Qaytgancha Nargiz ham borar ekanmi? Kelarga. Unda sen ham bormaysan. Ustoz, dodamdan qolgan yer qulpini ekmoqchiman. Qoravoy, unaqa mayda biznesi bo'lmang. Bu yoqqa dom qurib sotamiz. Pulingiz yo'q. Va kakku suvi bilan qo'ldingiz. Qanaqa bo'ladi u? Kakku o'zini tuxumini ochmasa, birovning iniga borib qo'yib qo'yadi. Ha, keyin begona qushli uni bolasini tekinga katta qilib berar ekanda. Ana kalli, endi ishlayapti yur bu yoqqa. Hozir 500 dollardan to'lov qilsak, to'shlik keldi, patkulchiq topshirasizmi, do'mmi? Topshirib bera olsanglar, pulga tikka qulab ketaveramizmi? Voy, mana aka shartnoma yozib qo'yganmiz. Nobalo 2 yil ichida bitirib bera olmasak, pullar tiyin-tiyinigacha qilib qaytarib beramiz. Shuning uchun pulni qorovga to'lab qo'yinglar. Hamma ishi teri to'polab qoldi. 2 yildan o'tib ketdi, uy bitmadi, pulni qaytardi o'tdi. Shu kun kelishini bilardim, qoravoy, chaqir hammasini. Sanlar mashinika ekansanlar. 2 yildan oshib ketdi, dom xalam bitirmadinglar. Qaytarlaring pulimni. Aka, jim bo'linglar. Masalaga boshli shartnoma bo'yicha 2 yilda qurib bitira olmasak, pullarni tiyin-tiyinigacha qaytarib beramiz deganman. Uzr, bitirib bera olmadik. Mana pulni turibdi. Hozir qoravoy spiska bo'yicha pullar qaytarib beradi. Rozi bo'linglar. Gap yo'q, mashinikmas ekan. Pulimizni tiyin-tiyinigacha qaytarib berdi. Aldab ketmadi, xoin. Ustoz, nega odamlarni pulini qaytarib berdingiz? Nimadan foyda qildik? Qoravoy, bizning yerimiz bor edi, lekin qurishga pulimiz yo'q edi. Shu odamlarning pulini yig'ib, imoratni ko'tarib oldik. Esingda bo'lsa, 2 yil oldin do'mi kvadrat metri 500 dollar edi. Hozir nech pul?
Hozir 1,5 ming, 2,000 dollardan sotishyapti. Hay yasha, mana shartnomadan 2 yil ichida domni bitira olmasak, pullarni qaytarib beramiz degan edik. Men ataylab domni bitirmadim. Pulni qaytarib yubordik. Mana endi bu yoqga domni ham qadasini chiqib turibdi. Shoshmasdan 1,5 ming, 2,000 dollarga sotaver. Shunda bizni dokumentalniy mashinik bo'ldikmi, ustoz? Qoravoy, buni kakku uslubi deyshadi. Ustoz, mashinani qatlarni qitir-qitir qiladi. Ustiga olib borib yutsam, diagnostikalar qimmat. Mana shu mashina kasalni bilish kerakmi? Ha, bilish kerak. Hozir tekin hal qilamiz, shogird. Sotiladigan mashina shumi? Ha, mana shu yaxshilab ko'rib oling. Keyin menga o'tib unaqa ekan, bu bunaqa ekan degan gapingizni qilmang, tushundingizmi? Oladigan mashinani tekshirib olaman-da. Ustoz, men mashina sotmoqchi emasman, aybini bilmoqchiman. Men ham sotaman deyotganim qistir. Voy bu mashinani aybi ko'p ekan. Mana dirillashi generatori pachunligidan, amam poqillashi svechadan. Siz ana ayblarni yana qarab turing. Yozibsan. Samor teshilgan, porillashi o'shandan xalastoyga qo'ysa g'irilyaptimi? Qilyapti. Rejimdan ketgan. Mashinalarni 10 mingga olib qolaman. Ey, jinni. Men mashina pursani yangi yaxshi bilaman. O'sha yangi mashina yergurib narzoq tashyapti. Kamida 5 ming ishlayapti bu nomard. Senga sotmaymiz, turga qo'y. Ustoz, ani molimni ham bazasi bo'lmayapti-da. Sotiladigan mol bashi bor ko'raver. Qancha sut beradi? Sen to'yasan, boring. Ustoz, men bu molni sotmoqchi emasman, kasalini bilmoqchiman. Abdu qo'yirgan o'zi rejimi shunaqa ketadi. Ha bu molni urintirib qo'ysizlar, kasal qilib qo'ysizlar. Hech bir so'rasizlar. Sen yaxshilab tekshirgan, orqasiga qo'llarimda tiqishardi-ku, tiqqi bosh kasali ham bordi. Molni bitta emchak ishlamas ekan, 3 emchak bo'lib qolgan. Tili ham quruq bosgan, tuzlab yuborish kerak. Yozibsanmi? Yana nima kasal bor? Yana nima kasallari bor? Jigarni ham sal mazasi yo'q, shuni davolab yuborish kerak. 10 million beraman. Ya qanaqa 10 million? 20 million bo'lsa, olib ket, barakasi bo'lsin. Ya qimmat-u. Bor, moli tushunasan bo'lsa, biz mehnat qilar ekanmiz, rohatini sen ko'rasan. Ustoz, Vash butun qoningizni chiqarib yengi qon quysa vash siqit qo'yilib chiqib ketarmikan? Nima degani? Ishni tekin bitirib berolmadi bu. Lekin vash ishni tekinga bitirishingizga 5 ketdim-da ustoz. Qoravoy, pulini bersang ahmoq ham borib ishni bitirib keladi. Faqat aqlli insonlargina ishni pul hal qiladi. Menga o'xshab